korpusni jildirishimiz uchun krючокlardan foydalanishimiz kerak. Okruziyani polni kirgizishimiz uchun rezistentlik markazi baribir test protokoli bilan qo'yganimiz bilan ham iloji bo'lsa krючокlar bilan okruziyani hal qilish kerak bo'ladi. Bu holat rasmga olishimdan oldin 2,5 oy o'tib oldimga keldi. Oldimga umuman boshqa his chiqib keldi. Necha hol tanimay qolishim o'zim. Bizda shunaqangi holat bo'ladiki, bo'g'im ideal turibdi. Lekin biz chuqur prikus bo'lib qolyapti. Pastki joyda oldiga olib chiqishimiz kerak. Nima qilamiz? Shuning uchun chegarani olib tashlaymiz umuman miyamizda. Nima qilsa bo'ladi degan savolni berib ko'rish kerak. Uni to'g'ri положениясini to'g'ri положенияsi, uni to'g'ri положенияsi, uni to'g'ri положенияsi. Oldiga olib chiqqani javobda turish kerak, lekin bo'g'im uchun orqada turish kerak. Ana shunaqa bemorlar operatsiya bo'ladi. Bo'g'im joyda qoladi. Stress qiladi. Spustini oldiga olib chiqib beradi, okruziyga qo'yib beradi. Kelgan qo'yishdan oldin udareniyasi bordir aqlshi, unga jo'natib yuborgandirsiz. Sразу nima qilyapsiz? Shu kresloning ustida o'tiribsizmi? Haligi har xil muammolar kelib chiqyapti, siz 3 soatda chiqarib yuborishingiz mumkin bemorni. Yoki qanaqadir sabab bilan u ustanovka amalga oshmay qolishi mumkin. Milkni ko'tarib majburlab qo'ysangiz, qona beradi, yana qo'yadingiz. Shuning uchun milkimiz o'sib qolgan bo'lsa, korreksiyasi oldinroq o'ylanadi, chiskalari, yo'qotilgan anatomiyasi, shular o'ylanib, hammasi bo'lgandan keyin ustanovkaga birdan kelsa, o'sha kuni ham qo'yib yuborilmaydi. Hech bo'lmasa bemoringiz yo'q bo'lsa ham, hech bo'lmasa ertaga yozing, ertasi